kimgadir o'rnak bo'lsin, kimdir fikr qilsin degan ma'noda shu videoni olyapman, chunki o'zim eshitib hayron qoldim. Jiyanim bor edi, turmushga chiqadigan, sovchilik keldi. Bitta o'rta hol yaxshi oiladan sovchilik keldi. Shular qo'yishmadi. Keyin xo'p deyishdi, rozilik berishganda ertasi kuni yana sovchilik keldi. Endi haligi bolani shunaqa maqtashyapti, endi hali qiyomat bola ekanda, xullas. Juda toparmon tutarmon. O'zini do'koni bor, mashinasi bor, oyiga $1000 oshiq topadi, xullas malikada ishlaydi. Bir kun oldin hech bo'lmasa kelmaydimi? Shularga xo'p demaymizmi? Deyishdi. Keyin haligi odamlarga uzoq qarindoshimizning qizlari bor edi. O'shalarni endi tavsiya qildik. Ularda ham to'y bo'ldi. Biz ham qizimizni uzatdik. Bizning qizimiz 2 qat bo'ldi. Allohga shukr, oilasi tinch. Qiz farzandli bo'ldi. Haligi jiyanimni endi qaynota shunaqa yaxshi ko'radi, chunki uni qiz farzandi yo'q. Yana qiz tug'di uni ustiga. Endi shunaqa yaxshi ko'rishyapti. Ko'z tegmasin, gapirishga ham qo'rqadi odam. Iloyim oxirigacha shunaqa bo'lsin. Keyin shunaqa xabar keldi. Haligi uzoq qarindoshimiz turmushi bo'lmabdi, ajrashayotgan ekan. Qizimizni shu uzoq qarindosh qizimizni bir necha marta harakat qildi oilasini tiklashga. Keyin oxiri bo'lmabdi. Endi sababini so'radim. Nima ekan? Chunki yomon qiz emasligini bilamiz-da uni. Qaynana qanaqadir tadbirga borgan, oilaviy tadbirga, shu tadbirga yuring. Men bilan chora tugasiz desa, nimadir sabab bormaganda, xullas. Bo'ldi shu. O'sha kundan boshlab qaynana o'g'liga aytgan, xotining bormadi men bilan chora tugishga degan. O'sha kundan bola alohida yashashni boshlagan. Shu sabab shu. Keyin haliga yarashtirishga harakat qilishdi. Bolamiz yo'q, mana onamning gapiga bo'ldi, onam bilan bormadimi? Onamga o'sha chora tugishga yordam bermadimi? Bo'ldi, menga bunaqa kelin kerak emas deb aytgan. Oldin menga aytishganda, bittasi ajrashib ketibdi. Nimaga ajrashdi? Domla aytib berganlar. Domla nimaga ajrashdi desa, naskigimni dazmol qilmaydi deb sabab keltirgan. Haligi shuni eshitib bo'lishi mumkin emas, badiiy to'qima bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Mana sizlarga yana bitta sabab. Menimcha ozgina odam o'ylab, fikrlab ish qilish kerak deb o'ylayman. Keyin baribir mana nimaiki bo'lsa yaxshilikka deydi-yu, shu bu yoqda qarindoshlarimiz achinishuvdi shu bolaga bo'lmadi deb. Endi qizni ham hayotiga achinasan odam. Endi nima deysiz? Hayron qolasan-da shunaqa narsalarni eshitib. Odamlarning aqli kalta bo'lib ketyaptimi? Arzimagan sabablarga oilani buzib yuborishyapti. Hech narsadan qo'rqmayapti menimcha odam. Bitta chora tugishga bormaganini sabab qilib keltirganiga qoyil qolmadim lekin.